do'stlar. Masalan, uzoqdome Hoji bobo, Xistevarzga chiqaman. Xistevarzga chiqsam hamma yo'llar asfalt. Chunki xalq birgalikda qilyapti. Shuning uchun bu narsalar hammasi nazoratda bo'ladi. Xudo xolasa bu loyiha shunday bo'ladiki, misol yillar mobaynida 1 yil, 2 yildan keyin shu qilib o'tgan ishlarimizni bir ko'rib, birgalashib, mana do'stlar, bu hammamiz zarzamin, bitta territoriya emas, ves zarzamin mana. Mana bu qishloq obodonchilik ishlariga men bir tam sheriklarga men qaytmayman. Kechasi kunduzi meni Avvalambor assalomu alaykum. Ham qishloqlar, bizni musofir yurtdan kuzatib turadigan barcha obunachilar, bizni qo'shni davlatlardan kuzatib turadigan obunachilar, hammalaring yaxshimi? Joninglar sog'mi? Do'stlar, biz videomizni oxirigacha kuzatib boring. Biz sizga juda bir yaxshi yangilikni aytamiz. Jigarlar, lekin kamgina hayajon, lekin sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Bu zarzamin xalqi biz bir yoqadan bosh chiqarib, bir ahil bo'lib, mana ves zarzamin xalqi, Stroyka bormi, Chambul bormi, Toshtepa bormi, mana past mahallalar bormi, lekin past tepa demaymiz. Lekin hamma bir yoqadan bosh chiqarib, biz bir yaxshi ishga qo'l uryapmiz. Mana akalarim boshchiligida maslahatlar bilan, komissiya a'zolari bilan biz ham musofir yurtda mana Rossiyalarda komissiya a'zolari bor. O'shalarni maslahat qilgan holda biz zarzaminga bir fond ochyapmiz. Jigarlar, bu fond avvalan biz telegramlarga tarqatdik. U telegramlarda izmeniyni bo'ldi. Do'stlar, nomer haqiqiy assobiy bo'ldi. Mana bu telefon imminna zarzamin fondi uchun. Ichida mana shu raqam sim kartasi bor. Mana bu esxata va Dushanbe City kartalari orqasida turadi. Do'stlar, hech kim xavotir olmasin bundan. Mana bunda onlayn esxata bor, onlayn Dushanbe City bor. Do'stlar, mana bu zarzamin xalqi uchun fond. Bu yo manda turadi, yo mana komissiya boshliqlarida kimda bo'lsa mana shu komissiya a'zolarida turadi. Hech kim xavotir olmasin. Bemalol qo'lingizdan kelgancha 5 so'm tashlaysizmi, 10 so'm tashlaysizmi, ushbu zarzamin fond raqamiga tashlab qo'yasiz. Do'stlar, sizlarning bu pullaring hech kimga ketmaydi. Sizlarning pullaring zarzamin obodonchiligi uchun ketadi. Do'stlar, endi do'stlar, hamma gapni ba'zisi esimga kelyapti, yo'q, men akalarimga so'zni beraman. Akalarim ham mana komissiya a'zolari, so'zni Qosimjon Hoji bobomga beramiz. Qani, Hoji bobo. Assalomu alaykum. Mana shu kanal kuzatuvchilari, mana hozir Shohrajon hamma gapni aytib o'tdi. Xo'p, zarzamin xayriya jamg'armasi ochilgan, mana kartalar, nomerlar hammasi ekrandami, mana Shohrajon orqali bilib olasizlar hammasini. Albatta bu fond qishlog'imizni obodonlashtirish uchun qo'llaniladi inshaalloh. Mana maktablar bor, balinsa bor, yo'llar bor, komissiya oilalar bor, yetimlar bor. Bu albatta komissiya a'zolari orqali, bunga albatta jamoatdan, maktab direktorlaridan, kerak bo'lsa balinsadan hamma vakillar bo'ladi. Albatta buni maslahatlashib, sizlar tashlagan pullarni kerakli joylarga yetkazib berish. Bizning maqsadimiz sizlarning pullaring zoyi ketmasin. Aniq joyini topib borsin degan ma'noda komissiya a'zolari tashkil bo'lgan. Bu hozircha biz xolos, ammo buning ichida jamoatdan, albatta maktab direktorlari bo'ladi. Maqsad sizlarning pullaring aniq joyini topib borsin. Bizning maqsadimiz ehsonning mukofoti ehson. Bizga ehson qiling mana shu xayriya jamg'armaga. Biz siz bilan birgalikda qo'ldan kelgancha ehsonlaringni Xudoning yo'liga kerakli joyga yetkazib beramiz. Albatta mukofotini Allohdan kuting. Sog' bo'linglar. Xayrda bo'lsalaring, ishlaringga omad. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar, hurmatli zarzamin xalqi va Shuhrat TV kanali kuzatuvchilari, bizni chetdan kuzatuvchilar. Hoji bobom aytganlaridek, mana bir xayrli ishga qo'l urganmiz. Yoshlar xudo xolasa mana shu hoji bobolarimiz boshimizda yo'l o'rgatib turishsa, biz yoshlar ham hech kimdan kam bo'lmasdan qishlog'imizda har bir mahallasini
har bir kambezod oilani imkonimiz boriga qadar ta'minlashga, yaxshi savob ishlar qilishga bel bog'laganmiz. Albatta biz o'zimiz emas, bizning komissiya a'zolarimiz hozir mana sizga qisqaday tuyulishi mumkin, lekin bizni Rossiyada mana shu kanalda kuzatib turgan komissiya a'zolarimiz ham mavjud va ushbu xayriya qilgan ehsoningizni yaxshi yo'llarga, yaxshi niyatlarga, qishlog'imizda obodonchiligi uchun ishlatishga bel bog'laganmiz. Ushbu kamarbasta ishimizda bizga hamroh bo'lishingizni so'rab qolamiz. Rahmat. Endi Farhodjon Hoji bobo bir savol tug'iladi. Mana shu obunachilarimiz ichida bu pul yig'ilsa, kattaroq yig'ilsa, qayerlarga ishlatamiz degan savol tug'iladi. Shu savollarga o'zingiz ikki og'iz javob bering. Albatta vaqt ko'rsatadi. Kuzatib boramiz. 1 oy, 2 oy mablag'ga qarab kelishilgan holatda albatta buni men hal qila olmayman. Boya aytganimizdek, jamoat rahbarlari bor, muassasa, maktab, ballensa rahbarlari bor. Zaruratga qarab qo'llaniladi. Masalan, eng zarur joy maktab. Boramiz, maslahatlashamiz, direktor biladi nima kamchilik bor. Mana shunday mayda kamchilik. Buni komissiyalar ko'rib chiqiladi. Albatta mablag'lar o'sha tomonlarga qo'llaniladi. Birinchi o'rinda. Ha? Zal yo'q maktab. Nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar. Balkim sinf yetishmaydi. Balkim zal yetishmaydi. Balkim boshqa narsa yetishmaydi. Mana shunaqangi yo'llarga qo'llaymiz albatta. Biz bu pullarni do'stlar, maqsadimiz kelajakda masalan yo'llarimizni obod qilish. Yo'llarimiz, masalan 55-maktabda zal yo'q. 7-maktabda ham kamchiliklari ko'p. Ularni obod qilamiz. Hamma uchun foydali birgalashib shu xayriya fondini biz ochdik do'stlar. Masalan, uzoqdami Hoji bobo, Xistevarzga chiqaman. Xistevarzga chiqsam hamma yo'llar asfalt. Chunki xalq birgalikda qilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Mana musofir yurtdagi aka-ukalar. Mana bugun shunday kun bo'lyapti, bir qishlog'imiz uchun bir tarixiy kun tusagan bo'ladi. Shunday bir loyiha ochilyapti. Bu loyiha men shunday deb bilamanki, bu doimiy bo'ladi. Bu loyiha asosida shu qishlog'imizda mana akalar aytib o'tishdi hammalari nima kamchilik bo'lsa, shunga bir madad bo'ladigan bir loyiha bo'lyapti. Bu butun qishlog'imizni birlashtiradi. Bu butun hamma Xudo xolasa hissasini qo'shadi. Shu o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holda kim qancha bo'lsa, bu narsani hozir amalga oshirish uchun mana zamon taqozosi bilan hamma asosiy karta, misol hammada bor karta, mana Esxata, Dushanbe City, mana kartalar ochilgan. Bu narsalarda hammasi har bir tushilgan pulni istoriyasi turadi, har bir chiqimlarni istoriyasi turadi. Bu narsani hech kim bir so'm oshiqcha hech qayerga ishlatishni imkoni ham yo'q. Shuning uchun bu narsalar hammasi nazoratda bo'ladi. Xudo xolasa bu loyiha shunday bo'ladiki, misol yillar mobaynida 1 yil, 2 yildan keyin shu qilib o'tgan ishlarimizni bir ko'rib, bir ko'z quvonadigan darajaga Xudo xolasa yetib shu ishlar tashkil bo'lgan ekan. Mana Rossiyadagi misol akalarga rahmat. Bu narsa shu ko'pchilikni talabi bilan. Mana qachondan burun mana bu gap misol kelyapti, lekin mana shu kuni shu bugun ekan, misol boshlanishini. Xudo xolasa hammamiz birgalikda shu loyiha mana doimiy bo'lsin. Har bir inson shu qo'lidan, imkonidan kelib chiqib, kim qancha bo'lsa, shuni bir hissasini qo'shsa, bir yaxshi ishga, bir obodonchilik, shu o'zimizning qishlog'imizning obodonchiligiga katta hissa qo'shgan bo'ladi. Bundan hamma xursand bo'ladi. O'zlariga ham baraka keladi. Xudo xolasa, bu bir qilsang 10 beraman degan Xudo. Bu baraka albatta bo'ladi. Do'stlar, yana bir esimga tushib qolgan gaplarni aytaman. Mana bu fondlar ochildi, mana hamma gapirib o'tyapti. Biz yaxshilik yo'lida ochgan do'stlar bu narsani. Navodekor shu fondga hissangizni qo'sha olmasangiz, iltimos yomon gap yozmang, yomonlik qilmang bizga. Biz keling, любой shaxs qishlog'imizda kim bo'lsa ham, mana telefon, mana bunda sim karta turibdi, istoriya turibdi, ketgan, chiqqan
ishlatilgan hamma summa yozilyapti. Bizdan so'rab oling. Xohlasangiz agar fond mana shu istoriya hammasi turadi. Daftar ham tashkil bo'ladi. Kimda qayerda nima ish bo'ladi, nima ish bo'lmoqchi, ochiratga qo'yib, planiviy mana maslahat qilgan holda akalarim bilan, musofirdagi komissiya a'zolari bilan maslahat qilgan holda ishlar sekin obod bo'lib bajariladi. Hurmatli vatandoshlar, hamqishloqlarimiz, mana shu akalar aytgan gapga hammasiga qo'shilamiz. Nimaiki qilayotgan bo'lsa, qishlog'imiz uchun qilamiz. Begonalar kelib bitgan o'zimizni qishlog'imizni obod qilib bermaydi. Birinchi o'chiratda. Qancha qilsak qishlog'imiz uchun kammiz. Harakat qilamiz, chiroyli qilib, maslahat qilgan holda bir rejani tuzib, mana shu a'zolar, komissiya a'zolari qatan Zarzamin qishlog'imizni a'zolari borib joyda ko'rib, hamma muammolarni yechib qo'yamiz, hamma bir yoqdan bosh chiqarib. Hamma kuch birlikda bitta bo'lsak, hammamizga Xudoyim to'lla barakasini beradi. Yana bir narsa aziz hamqishloqlar, mana o'qiysiz, ko'rasiz, mana sizni kommentariyangizni bir kuzatib boramiz, baribir komissiya a'zolari Shuhrat TV boshchiligida mana qaysi mahallada qanday kamchilik borligini yana kommentariyaga yozib yoki bo'lmasam to'ppadan to'g'ri bizga kelib mana komissiya a'zolari kelib murojaat qilsangiz, u masalani ham ko'rib chiqamiz. Yozib daftarga qayd qilib, rasxoti qancha bo'ladi? Qanday masalalar ko'rib chiqish kerak? Uni ham kommentariyaga yozib, zaruratga qarab har birini qishlog'imizdagi muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Yana biriki, Shuhrat akamizga ham rahmat. Mana har bir qilingan ishlar Shuhrat TV kanali orqali yoritib boriladi. Har bir ishlar. Aziz hamqishloqlar, kanal kuzatuvchilari, yana bir bu hozir komissiya a'zolarimiz 13 tadan iborat. Bir 7 ta 8 ta akalarimiz Rossiyada, ular bilan bir guruhda fikrlashib turibmiz, lekin har bir mahalladan bizga komissiya a'zosi kerak-da. Iloji boricha ko'proq. Mana bizning safimizga ana ko'ruvchilar bo'lsa, bahuzur, akami, dadami boring, biling deyishlari mumkin. Albatta, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Safimiz kengaysa, qancha kengaysa bizga shunchalik yaxshi. Ham ishni nazoratni yaqindan ko'rib borsangiz, bizga yangi fikrlarni bersangiz, yana ham bizga ham, sizga ham, qishlog'imizga ham yaxshi bo'ladi. Do'stlar, endi men yana qayta aytaman, shu fondimizga iltimos qilaman, men o'tinib so'rayman. Men shu narsani olay qilgan, bemalol tortinmay tashlaylar. Men shu karta raqam 92 033 3929 92 033 3929 raqamni Zarzamin fondi deb iltimos saqlanib qo'yinglar. Bu bitta tashabbus qilmaymiz. Masalan, oyida masalan men shaxsan 5000 somon topsam, men 50 somon yo 100 somonini ushbu kartaga tashlayman. Chunki uni shu yaxshilik sari ishlatsangiz, keyin u 5000 somon ko'payadi, do'stlar. To'g'rimi akalar? Ha? Shunaqa ishlarni qilib tursak, bu yaxshilik ish qiladigan ishimiz ko'p yil davom etadi. Qishlog'imizni obodonchiligi uchun juda katta bir foyda bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, do'stlar, salomat bo'lasizlar. Bu yaxshilik yo'lida men mana Shuhrat TV YouTube kanalida, Shuhrat TV Instagramida bo'ladigan ishlarni sekin mana pulimiz jam bo'lganda yaxshi ishlarni ko'rsatib boraveraman sizlarga. Bu hammamizning yutug'imiz. Bir mehmon kelsa, Zarzamin juda obod joy ekan deydi, yaxshi joy ekan deydi. Shu uchun kerak. Joninglar sog' bo'lsin. Birgalashib mana do'stlar, bu hammamiz Zarzamin, bitta territoriya emas, ves Zarzamin mana. Omad hammaga. Omad. Joninglar sog' bo'lsin do'stlar. Musofirdagi do'stlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Zarzamindagi do'stlar, usto akalar, hammalaring o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Sho'rjon kelibsizlar, xush kelibsizlar. Shu qishlog'imizga va shunchalik obodonchilik ishlariga, boshqa narsalariga qissamni qo'shamiz deb sizlar guruhga tursizlar. Men shulardan xabarim bor-ku. Telegramlarda ishlayapman, xabarim bor. Meni bular bilasizlar, qishlog'im biladi hammasi. 10 yil 12 yil bo'lsa ham, bu 10 yil 12 yil kamroq olgan bo'lsam ham-ku, biz o'rtoqcha meni taniydi. Ha, shunday. Men o'zimga yarasha bergan, Xudo bergan quvvat bor, o'zimga yarasha totishganman qishlog'im uchun. Qishlog'imni obro'sini ko'targan. Lekin mana shu yillar orasida qishlog'imga kelgan,
Tojikistondan kelgan polvon yiqilmay ketmagan. Qatag'anlik bor, qatag'anlikdan yiqilmay kelgan. Uni sizlar yoshlarni bilib qo'ysin. Men Liboyning oldiga, Liboy bunaqa ballarda oldiga men bilan shu so'ragani kelsin. Men aytib beramiz kurashlarimizni. Men hozir men sizlar kelganlardan juda xursand bo'ldim. Mana bu qishloq obodonchilik ishlariga men bir tam sheriklarga men qaytmayman. Kechasi kunduzi meni Turkom 3-4 ballarim shunaqa Moskvada, bizlarniki. Har bitta qishlog'imda bo'layotgan ishlarga ular qo'sh. Ular qo'sh, zarni qo'dirmaydi-ku. Mana shuning uchun hozir bu qilayotgan ishlarimizga nima desalaring, eng asosiy men aytmoqchiman, ballar hozir zamonamizga qarab turib, qissa qo'lmayda qo'shimiz, istormayda qo'shimiz borsak, shu yerda juda ko'p narsalar bo'lganda-ku. Shu narsalar bizni qishloqda ham bo'lsin deyman-da. Juda ma'ni naqamda bordi-ku. Men Xudo bergan dard, kamkin dard berib qo'ydi, shifosini ham beryapti. Alloh shifo bersin. Lekin men shu turishimda ham sizlar bilan borib bir tanman. Nima ish bo'lsa, nima qo'yib bo'lsa, proyekt bo'lib, boshqasi bo'lib tuzamiz, qilamiz hasharlariga. Mana qo'llarim oldimda. Men ballarga aytmoqchimanki, Rossiya yurgan ballarimizga, ham qishloqlarimizga hammasiga, otasiga rahmat. Mana shu otasi oynasini o'ylab shunchalik yuribdi-da, mehnatda. Kam bo'lishmasin, topgan pullari, bunaqalar hammasi to'y tomoshalarga buyursin. Lekin o'shalarga aytmoqchimanki, 5 so'm, 2 so'm xayri xudoyisi bor-ku, xalq uchun qilayotgan. O'ylamasinki, shunday kirib ketadi. Правильно. O'ylamasinki, shunday kirib ketadi deb-da, o'sha berib nima bo'ladi deb berayotganini bermasin. Rahmat. Hamza aka. Nima uchun? Shu pul xayri xudoyiga, o'zini ham qishloqlariga. O'zi uchun, o'zining balasi uchun. Qishloqda obodonchilik. Obodonchilik uchun. Bu qishloqda obod qilsak, bu dunyoga nima ketyapmiz biz? Bitta anta narsa qolsa, falonchilik qilgan, balamizni o'ynaydi, chaqam nevaralarimizni o'ynaydi-ku. To'g'rimi? Shunday. Bunga hech qaysi yigit bo'lsa agar, mard bo'lsa, xayri xudoydan mana bu qilayotgan obodonchilik ishlaridan qaytmaydi. Har bittamizda o'zi Xudoga ming qattiq shukr, pravilno ballar ko'p, yoshlar ballarimiz hammasi Rossiyada. 1 so'mmi, 2 so'mmi, 3 so'mmi, 10 so'mmi desak, qo'shsin o'zining qasini. O'zining hissasini qo'shib, shu qishlog'imiz obod bo'lsak. Shundaymi? Biron xil bunaqa yo'q Sho'rajon. Kepsizlar, rahmat. Men sizlarga aytayapmanki, o'ylayinki, akam shu yerda turibdi bir tanlik. Men qo'shilaman. Men zamman. Shu hashar bo'lishdan nima ish bo'lsa, aka sizlarga boraman. Lekin mana shu Rossiyada ukalarimga, bolalarimga, shu hamqishloqlarimga ming rahmat. Mana shunchalik shirishdi. Mana shu xayri xudoy ishlarga ko'ngildan chiqarib, qishloqning obodonchiligi uchun, ballarning obodonchiligi uchun ballar qilsa emas. Kam bo'lmaydi. Xayri xudoy, xayri saodat ishlari hamma yoziladi-ku. Kam bo'lmaydi. O bashiki bir yaxshi narsalarda qursak, o'zi uchun, obodonchilik uchun kelsa ham bir bahri dil ochiladi. Ko'rib hamda. U uchun odamzodga ishlab turgan joyda 1.5 so'm pul bir kamit qilmasa 5000 pul berib ketadi-ku. Normal ballar bo'ldi shuni ballar. Ana shunga ham qishloqlarim juda o'tinishim naqamishlardan shuki, shu ballar tashkil qildi otasiga rahmat. Lekin qaytmaylar xayri xudoyda. Qaytmaylar oldinga. Yo'q, hashar qilamiz, yordam qilib shu narsalar quramiz ballarimiz uchun. Kerak narsalar. Kasalga yordam beramiz, yiqilgan turg'izamiz. Shunga ham qishloqlar musofirlik ballarim, yigitlar o'rtaga olaylik, birdan bo'laylik. Shu qishlog'imiz uchun obodonchilikka. Bu Zarzamin fondi Xudo xohlasa Hamza aka juda ko'p yil davom etadi. Yaxshi obodonchilik uchun ishlatiladi. Sho'rajon, shuni hozir biz shuni tashkil qilib ketsak, bizni ballarimiz ham, bizni nevalarimiz ham shunga a'zo bo'lib, shu naqada ketadi. Ularga hozir biz keldik, qallam qilib ketaylik, ertaga shu qolaveradi. Men bu nimaga bu qo'shiq qishloqlarda millatchilik qilmayapman, ajitdan qarayapman. Bularda bor, bizda yo'q deyapman. Faxrlanyapmiz. Ha, shuni quraman deb ketdi, shuni qilaman deb keldingizlar. Men faxrlanaman. Hamza aka, sizga sog'lik, salomatlik, Xudo xohlasa mana sizni hammani maslahati bilan holda mana hammamiz ham qarab turmaymiz. Musofirdagi jiyanlar, akalar, opalar hamma musofirdagi Zarzamin xalqi qarab turmaymiz. Shu ishda
davom ettiramiz. davom aka. ettiramiz. Sog' Bizdan keyin ham davom ettiramiz. davom ettirishsin. Ha. Mana shunga biz sababchi bo'laylik. Har bittamiz xayriya ehson qo'shganiga ular ham sababchi bo'lsin. Shu faxrlansin. Shu bitta narsa qilayotgan ishini shunda meni hissam bor deb qatag'in xalqimni yoshlarini badani vag'illayotgan bo'lsin. Vag'illayotgan bo'lsinki, shu narsa ismini ayta oladi-da, bizni qo'ldan kelgan ish deb. Ballarga, nevaralarga aytib keta oladi. Shuni qildik deb o'g'il. Menga keladi ishiga ko'p hissalarga qo'shinglar. Xalqimiz yomon emas, xalqimiz yaxshi. Hech vaqt odamdan ajratmaydi. Ha, Birlamchilikda hamma narsa bo'ladi. rahmat aka. Bo'ldi, sog'lik, salomatlik do'stlar, sog' bo'linglar. Yana yaxshilikda ko'rishamiz.